Goffman follikuliti bu boshni sochli qismida, boshni sochli sohasida uchraydigan yiringli kasalliklardan biri hisoblanib, boshni sochli sohasidagi soch follikularini va atrof to'qimasini yallig'lanish bilan namoyon bo'lgan kasallik hisoblanadi. Bu kasallik bemorlarda uzoq yillar davomida boshni sochli sohasida yiringli toshmalarning paydo bo'lishi bilan va qo'shimcha ravishda bemorlarda agar kasallik uzoq va og'ir kechadigan bo'lsa, qo'ltiq osti ter bezlari va yog' bezlarining chov sohasidagi ter bezlarining yallig'lanishi bilan ham ketishi mumkin hisoblanadi. Bu kasallikni o'z vaqtida davolamaslik boshning soch sohasidagi chandiqli alopetsiya, ya'ni soch to'kilishiga sabab bo'ladi. Bu nafaqat soch to'kilish, balki odamning o'zida ham diskomfort chaqiradi va bemorlarning boshli sohasidagi og'riq, ko'p miqdorda yiringli toshmalarni erkin ajralishi bilan kuzatiladi. Lekin bu kasallikni bugungi kunda dermatolog vrachlarning davolashi samaraliroq hisoblanadi. Chunki bu kasallikni davolayotgan vaqtda har bir bemorga individual ravishda qanaqa kasallikni og'irlik darajasiga qarab turib davolash usullari tavsiya etiladi. Bemorlarga kompleks tekshiruvlar natijasida bemorlarga shu tavsiya qilinadiki, bemorlardagi yiringli toshmalarni davolashda nafaqat dermatologik, balki xirurgik ishlov berish ham amalga oshiriladi. Agarda sizda yoki sizning tanishlaringizda ushbu kasallik uchragan bo'lsa, shu kasallikni davolash bo'yicha bizning markazimizga murojaat qiling.